Hammaga salom. Siz Boshingizni xotiramiz kanaldasiz. Boshlovchingiz men Shoyatbek va bugun sizlar bilan Iblislar qotili 5-fasl mangasini Muzan Kibutsuchi jangini tahlil qilamiz. Nega endi buni final jangi deb gapirmadik? Buni albatta video oxirida bilib olasizlar. Aytgancha, opisaniyada promo kod qoldirdik. Siz u bilan Banana TV ilovasi uchun 20% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Eng yaxshi tarafi, mana shu jangning so'nggi qismini, ya'ni final qismini Banana TV ilovasida ko'rishingiz mumkin. Demak, qo'lingizga ro'molchalar oling, chunki bu jangda yo'qotishlar bo'lishi mumkin. Mehnatimizni qadrlagan holda like bosib qo'yishni va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Opisaniyada promo kod qoldirdik. Siz u bilan Banana TV ilovasi uchun 20% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Kriye Ubuyashiki bilganida, bu Kagayo Ubuyashikining o'g'li. Tamayoning dorisi ish bermadi. Muzan qarimadi va o'lmadi. Kuine esa Kriyega xabar berdi. Barcha iblis qotillari Muzan joylashgan go'shtli qobiqni o'rab olishdi. Kriye Ubuyashiki darhol buyruq berdi. Hamma orqaga chekinishsin. Chunki u yerdan chiqib keladigan Muzanni ular to'xtata olishmasdi. Hamma hashiralar kelmaguncha jangni boshlashmasin dedi. Shu paytda Muzan o'zining go'shtli qobiqdan chiqib keldi va hamma iblis qotillarini qirib tashladi. Kriye Ubuyashiki g'azab bilan baqirdi. Hech kim jangga kirmasin, hashiralarni kutishsin dedi. Bu xabar ularga borgunicha Muzan hammani qirib tashladi. U Tamayoning boshini ko'tarib shunday dedi: "Sen meni doring bilan yo'q qilmoqchi eding, lekin doring hech qanday ta'sir qilmadi" dedi. Tamayo esa aytdi: "Meni oilamni va farzandlarimni qaytar." Muzan esa ensasiz qotgan nigoh bilan unga aytdi: "Ering va farzandlaring o'limiga o'zing sababchisan" dedi. "Ularning ortidan bor va o'l" dedi. Va shundan so'ng Tamayoning boshini ezib majag'lab tashladi. Muzan iblis qotillarni birma-bir yo'q qildi. Nakime shu holatda Muzanni Tanjiro va Giyu turgan joyga teleport qildi. Tanjiro Muzanni yana bir marta ko'rdi va dahshatga tushdi. Uning yangi qiyofasi Tanjironi hayratga soldi. Tanjiro g'azablandi. U hech qachon bir tirik jonzotga nisbatan bunchalik g'azabni his qilmagan edi. Muzan esa go'shtli paylari bilan hujumga o'tdi. Giyu ulardan qochishga harakat qildi. Tanjiro hujumlarning orasidan kirib borib, Muzanga qarshi zarba bermoqchi edi. Muzanning go'shtli paylaridan biri Tanjironing o'ng ko'zini yaraladi. Muzan esa hujumni davom ettirdi. Giyu Tanjironi yerdan oldida hujumlardan olib chiqib ketishga urindi, lekin Muzan o'zining go'shtli paylari bilan hujumni davom ettirdi. Lekin ortidan Mitsuri keldi va hujumni to'xtatdi. Obana esa Tanjironi qutqarish uchun yetib keldi. Muzan shu payt g'azabga to'ldi. "Nakime" dedi. Nakime Mitsuri va Obanayni o'ldirish kerak edi, lekin o'ldirmadi. Ular hali ham tirik edi. Shundan g'azablangan Muzan Nakimeni boshqarishga urindi, lekin shu vaqtda Nakimening ustida Yushiro turardi. U o'zining qonli san'ati orqali uning asab tizimini boshqarardi. Bu esa Muzanning nazoratidan Nakimeni chiqarardi. Yushiro shu bilan cheksizlik qasrini tashqariga olib chiqishga urindi. Katta tezlik bilan cheksizlik qasri yura boshladi. Barcha hashiralar teng hujumga o'tishdi. Muzan esa ularga qarshi hujumni davom ettirardi. Shu payt ular jang qilayotgan joy ochilib ketdi. Shu vaziyatdan foydalangan Muzan qo'lini musht qildi va Nakimening boshini majag'lab tashladi. Lekin Nakimening hujayralari to'liq yo'q bo'lib ketmagandi. Buni Yushiro bilardi. Shu vaziyatda Tanjiro o'rnidan turib Muzanga qarshi hujum qilmoqchi edi, lekin Muzanning go'shtli paylaridan biri uni qattiq jarohatladi. Keyingi zarba Mitsurini o'ldirish kerak edi. Lekin Tanjiro yerda yotgan qilichlardan birini Muzanning boshiga qarab otdi. Shu vaqtda va nihoyat cheksizlik qasri tashqariga chiqdi.
Tanjiro osmonga qaradi va nihoyat oy. Demak ular tashqarida, lekin ular shaharning qoq o'rtasidan chiqishganda, oddiy aholi yashaydigan joyda. Bu Kiryu Buyashikining taxminlariga to'g'ri kelmasdi. Chunki Kiryu o'ylaganida, agar cheksizlik qasri tashqariga chiqsa, u xavfsiz joyga, oddiy aholi yashamaydigan joyga chiqadi deb o'ylagan edi. Bu vaziyatdan Kiryu va uning singlisi hayratda qolishdi. Muzan shu paytda o'zini bosib qolgan har qanday narsani uloqtirib yubordi va kuchli g'azab bilan hujumni davom ettirdi. Barcha hashiralar endi birgalikda hujumga o'tishdi. Mitsuri o'zining sevgi nafasini ishga soldi, Obunai esa o'zining ilon nafasini ishga soldi. Giyu suv nafasini ishlatib, unga qarata hujum qildi. Obunai ilon nafasini ishga solib, Muzanni bo'ynini kesdi, lekin u darhol tiklandi. Obunai ishona olmadi. Nahotki uni bo'yni kesilmayotgan bo'lsa, Giyu esa buni tushundi. Muzanni bo'yni kesilyapti, faqat u darhol qayta tiklanyapti dedi. Muzan oxiri hamma hashiralarni o'ldirish vaqti keldi dedi va kuchli hujumni amalga oshirdi. Bu vaziyatda hashiralar hech narsa qilisha olmadi, lekin iblis qotillar guruhi ularni qutqarish uchun o'z jonlarini fido qilishdi. Mitsuri esa ulardan to'xtashni iltimos qildi, lekin hech kim to'xtamadi. Hamma hashiralarni qutqarish uchun o'z jonlarini fido qilishdi. Shu vaqtda Muzan gapirdi. Past ovozda: "Mendan jarohat olganlar baribir o'lishadi", dedi u Tanjiroga ishora qilib. Tanjiro esa yerda yotgan, ko'zlaridagi yarasi endi butunlay shishib, go'shtli bo'rtma bo'lib ketayotganida, hashiralar bu manzarani ko'rib, ayniqsa Giyu, uning ko'zlari g'azab va dahshatga to'ldi. Muzan gapirishda davom etdi. "Mening qonim har bir zarbamda bor. Uni olgan hech kim iblisga aylana olmaydi. Ularning hujayralari asta-sekin chiriydi. O'zlari esa azob ichida yo'q bo'lishadi. Bu muqarrar." Uning so'nggi so'zlari havo ichida muzdek yangrardi. Tanjiro yerda qimir etmasdan yotar, nafaslari og'ir, hayoti esa ipdek osilib turgan edi. Shu vaqtda Nezuko uyg'ondi. U ko'zlarini ochib, o'rnidan turdi va yugurib chiqib ketdi. Sakonji hayratda qoldi va orqasidan baqirdi: "Nezuko, qayerga ketyapsan? To'xta!" Ammo Nezuko javob bermadi. U ko'zda qat'iylik bilan go'yo yuragini nimadir chaqirayotgandek yugurdi. Tengen va Shinjuro uzoqdan bu manzarani ko'rib qolishdi. Tengen qattiq ovozda qichqirdi: "Nezuko, qayerga ketyapsan?" Ammo u qiz bir lahza ham to'xtamadi. Shamol sochini orqaga uchirar, oyoqlari esa yerga zo'rg'a tegardi. Shinjuro darhol Kriyaga xabar berdi. Nezuko qochib ketdi. Ehtimol u iblislarga, hatto Muzanning o'ziga duch keladi. Kriya bu so'zlarni eshitib, dahshatdan o'rnidan turdi. U titroq ovozda buyruq berdi: "Uni qaytarib kelinglar. U o'zini xavfga qo'yyapti." Ammo shu payt kimdir yelkasiga yumshoq qo'lini qo'ydi. Kriya orqasiga qaradi. Bu otasi Kagaya Ubuyashiki edi. Uning yuzi xotirjam, ammo ko'zlari chuqur g'am bilan to'la edi. Kagaya Ubuyashiki past, lekin mehrga to'la ovozda dedi: "Uni qo'y, Kriya." Nezuko o'zi nima qilayotganini biladi. Queen esa hayratda. Agar iblislar uni qo'lga tushirsa, hammasi tugaydi-ku. Kriya singlisining so'zlariga qarab bosh irg'adi. Yuragida esa og'ir ikkilanma, lekin otasining so'zi unga tinchlik berdi. Bu paytda hashiralar Muzanga qarshi yana hujumni davom ettirishardi. Shu vaqtda Muzanning go'shtli paylaridan biri Mitsurini qattiq jarohatladi va yakuniy zarbani bermoqchi bo'lganda Giyome tosh hashirasi yetib keldi. Muzan ichida xirillab dedi: "Demak bu o'sha mening o'ng qo'lim Kokoshiboni yo'q qilgan iblis qotili ekanda." Ammo bu gapni tugatmasdan orqasidan keskin zarba keldi. Shinizgava orqadan paydo bo'lib, Muzanni tepadan pastga vertikal tarzda kesib o'tdi. Buzilgan xarobalar orasidan Murata chiqib keldi. Giyu unga qarab aytdi: "Tanjironi olib ket, xavfsiz joyga elt", dedi. Shu paytda Muzan yana bir kuchli zarba berdi. Yana Mitsuri qattiq jarohatlandi. Mitsuri hujumlardan qochib o'yladi: "Men bu yerdagi eng kuchsiz va zaifi bo'lib qoldim." Shu paytda Muzanning go'shtli paylaridan biri yana unga qarata hujum qildi. Chap yanoqlarini shilib o'tdi. Buni ko'rgan Obunai Mitsurini tezda olib ketdi va uni iblis qotiliga berdi. "Mitsurini bog'ich olib yuradigan g'alatiroq bolaga ber. U buni davolay oladi", dedi. Mitsuri esa: "Men jangga kirishim kerak. Obunai, menga qarshilik qilma", dedi. Lekin Obunai unga qarab aytdi: "Iltimos Mitsuri, jangga kirma. Iltimos, menga to'sqinlik qilma. Men jang qilishim kerak." U shunday dedi. Lekin Obunai jang maydoniga qarab yugurdi. U tezlik bilan yugurar ekan, uning yuzidagi matolar yechilib ketdi. Uning eski chandiqlari ko'rinib turardi. Mitsuri esa yig'lab
qattiq jarohat olgan holda iblis qotilning yonida qoldi. Giyu qattiq hujum qilmoqchi bo'lganda, u go'shtli paylardan biri uni jarohatladi. U qilich bilan uni kesmoqchi bo'ldi, lekin qo'ldan qilich tushib ketdi, chunki Muzanning zahri uning tanasiga tarqalib bo'layotgan edi. Shu paytda go'shtli paylardan biri Giyuni yo'q qilmoqchi bo'lib hujumga o'tdi, lekin Giyome va Obanai bu hujumni to'xtatishdi. Shu paytda Shinuzgavaning ovozi keldi. Suv hashirasi qilichni qo'lingga ol deb baqirdi va qilichni uloqtirdi. Giyu qilichni qo'liga olib hujumni qaytarmoqchi bo'ldi. Barcha Muzanning zarbalaridan jarohatlangan va tanalariga zahar singib borayotganida, shu paytda Chachamura Yushironing mushiga charm sumkada ziddi zahar olib keldi va barcha hashiralarga uloqtirdi. Ular ziddi zaharni olishdi. Lekin Muzan Chachamurani boshini uzib tashladi. Muzan ishona olmadi. Mening zahrimga qarshi dorimi bu? Barcha hashiralarning yuzidagi zahar belgilari yo'q bo'la boshladi. Muzan bundan qattiq g'azablanib, hujumni 2 barobar kuchaytirdi. Obanai o'yladi, oddiy qilich uni kesa olmayapti. Lekin Muchiro qilichni qizil rangga kirgizib, birinchi Oliy Oyga qarshi qattiq jang qildi va uni yo'q qila oldi. Demak, qizil qilich chindan ham foyda beradi. Obanai shu fikrlar bilan qilichni mahkam ushladi va qilich qizil rangga kirdi. Shu vaqtda Shinuzgava ogohlantirdi. Obanai, orqangdan hujum. Obanai esa buni kesishga ulgurmadi. Shu vaqtda Obanai osmonga sakradi. Muzanning bir qo'li esa kesilib ketdi. Bundan Muzan hayratlandi. Va uning ikkinchi qo'li ham kesildi. U yanada hayron bo'ldi va buni oddiy qilich bilan qilib bo'lmaydi. Faqatgina tishli qilich bunday kesa oladi dedi. U e'tibor bilan qaradi. Kuchli hujum berdi. Zarbalar xuddi havoga tegayotgandek edi. Shu vaqtda Zenitsu, Inosuke va Kanoa ko'rindi. Ular Yushironing qonli iblis san'atidan foydalanib ko'rinmas bo'lgan edi. Ular jarohatlangan edi, lekin unchalik og'ir emasdi. Muzan ularni ko'rib hayratdan qotib qoldi. Ular ham tirikmi? deya ichida o'yladi. Shu paytda Obanai juda kuchli zarba berdi va Muzanning qo'li va oyoqlarini kesib tashladi. Shinuzgava ularni ko'rib hayratdan baqirib yubordi. Sizlar hali ham tirikmisiz? Shu paytda Kanoa iblis qon san'atidan yana foydalanib ko'rinmas bo'ldi. Obanai zarbalarni to'xtatmadi. U ilon nafasini ishga solib, Muzanni chalg'itib turdi. Shu vaqtda Giyome o'zining qurollarini bir-biriga urdi va ularni qizil rangga kirgizdi. Ularni Muzan tarafga qarab otdi va kuchli zarba berdi. U Muzanni chap tomonni butunlay yo'q qilib tashladi. Muzan bulardan qattiq g'azablandi. Shinuzgava esa Giyu bilan qilichini urishtirdi. Bu vaqtda ikkisining qilichi ham qizil rangga kirdi. Shinuzgava hayajon bilan Giyuga aytdi: "Hujumga o't, suv hashirasi" deb. Bu paytda Yushiro Tanjiroga ziddi zahar berayotgan edi. Muzanning zahri go'shtli bo'rtmaga aylanib, uni yuzini butunlay egallay boshlagandi. Lekin u shu vaqtda ko'zini ochdi. Shu paytda Giyome shaffof ko'rish qobiliyatini ishlatdi. U Muzanning asosiy a'zolari tana bo'ylab aylanib yurishini ko'rdi. Shu vaqtda Muzan o'zining orqasidagi qamchisimon qo'llari bilan hujumga o'tdi. Giyome esa Obanaiga shaffof ko'rish qobiliyatini ishlata olishga yordam berdi. Obanai ham endi Muzanning ichki a'zolarini shunday ko'rib turardi. Obanai shunday fikr qildi, uning ichki a'zolari doim aylanib yuribdi. Shuning uchun uning boshini kesib ham o'ldirib bo'lmaydi dedi. Muzan shu vaqtda ensasi qotgan holatda juda kuchli zarba yo'lladi. Barcha hashiralar har tomonga uchib ketdi. Giyomening chap oyog'i tizzasidan pastda uzilib ketgandi. Shinuzgava binoning ustiga urilgan, Giyu esa qo'ldan ayrilgan edi. Obanai ham qattiq jarohat olib, hushsiz holatda yotardi. Zenitsu va Inosuke ham hushini yo'qotib, og'ir holatda yerda yotardi. Kanoaning peshonasidagi tasma yirtilib ketganda, qilichi ham sinib, o't tizzalab yerda o'tirardi. Muzan uning oldiga sekin yaqinlashdi va hujum qilmoqchi edi. Shu paytda olov alanga olib, Muzanning qo'li kesib tashlandi. Bu Tanjiro edi. U dahshatli holatda Muzanga qarab turardi. Albatta video davom bor. Siz buni Banana TV ilovasi orqali ko'rishingiz mumkin. Pastda promokod qoldirganmiz. Siz u bilan 20% chegirmaga ega bo'lasiz. Bu jangning finalini ham Banana TV ilovasida birinchilardan bo'lib ko'ring. Sizlarga tayyorlab qo'yganimiz shulardan iborat edi. Albatta Banana TVni yuklab oling va mana shu jangning finalini tomosha qiling. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizga ehtiyot qiling.